Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugungi mashinamiz Dongfeng Fengong. Xo'p, bu GDI sistema bunga hozir 100% qilib gaz qo'yib berdik. Hozir nima qo'yganimizni, qanaqa yurishini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Xo'p, asosiy qismidan boshlaymiz. Bunga blok Lavato engekki blok qo'yildi. Bu italyanskiy blok. Buni orqada o'zini qo'shimcha bloklari bor. Bu polniy zbori bitta hisoblanadi, nabliyati va relay bilan. Xo'p, ikkinchi detalimiz injektor, Gers, скоростной injektor, mapimiz o'sha 5/5 lik o'zini mapi, Lavato reduktorimiz bilan qo'yganmiz. Xudo uстановкani akkuratniy, chiroyli qilib berdik. Xo'p, shlankalar hammasi original, xomatlar ham hammasi o'sha sifatli, o'sha po'latdan bo'lgan material. Endi buni asosiy fishkasiga keladigan bo'lsak, bilasizlar, O'zbekistondagi o'zi ko'p mashinalarda GDI'da faqat 90 ga 10, 80 ga 20, 95 ga 5 degan narsalar o'sha ommalashgan. Lekin biz hozir yangi yo'nalishimiz bo'yicha hamma mashina GDI'larda, hozir men sizlarga buni описаниеda yozib ketaman, hammasi 100% likda qilib ketyapmiz. O'zi arzimagan mashina qoldi, 95% ni qilib bo'ldik. Bu model Cherry, Jetour описание to'liq qoldiramiz. Changan bu hamma modellar o'zi bundan keyin bemalol sizlar qo'rqmasdan 100% gaz qo'ydirsalaring bo'ladi. Buni bundan oldinlar ham endi bitta video chiqaryapmiz. Endi sal ommalashtirib buni ko'proq aytmasak bo'lmaydi, chunki ko'pchilik GDI'ga 100% qilib bo'lmas ekan deb o'ylaydi. Lekin aslida buni 100% qilish o'sha 1 yil oldin boshlaganmiz. Bir xilgilar hozir akam ham aytib qolishdi. Kimdir Malibuni qilib beryapti ekan, kimdir Captiva'ni. U ishlarni xudo xolasa 5 yil oldin qilishni boshlaganmiz. Malibu yoki bir Captiva'larda o'zi shunday absolutniy muammo yo'q, lekin bundan bag'idagi ko'proq chiqib turgan mashinalar Xitoy bo'lgani uchun Xitoy modellarini hammasini o'zi yaqinda 100% qilamiz. Bundan keyin kelganlaringda bemalol GDI bo'lsa ham 100% qo'ydirsalaring bo'ladi. Endi 100% da nima plyuslari bor? 100% qilganda o'sha avtomatический umuman benzin ichmaydi. Injektorlar birinchi qo'ygan mashinamizni 100 mingdan oshiq yurganda yuk mashina Changanga qo'ygan edik. Injektorlarni ochganimizda yangidek chiqdi. U degani injektorga hech qanaqa ziyon yetmagan. Mashina siltalagan, borgan injektorni ko'rgan zo'r, switchani bittasi yorilib ketgan bo'lgan, switchga даже qaramagan ular. Demoqchimanki 100 ming yurganda ham TNVda nasosda yoki injektor, GDI'da injektorida umuman muammo bo'lmagan. U degani bemalol qo'ydirsa bo'ladi. Ham 100% gaz shunaqa ishlaydiki, bu tajribadan o'tgan. Chem benzin 20% yoki 10% qo'shgandan ko'ra 100% gazni o'zida motor benzindan ham tiniq ishlaydi. Buni qo'yganda ham sizlarga isbotlab beraman. Keyin bu yerda shunaqa narsa bo'lyaptiki, bu mashinalarda bironta maska yoki bir TNVda nasosni uzib qo'yib yoki da bo'lmasa bironta maska qilib turib qilingan yo'q. Emulyatsiyani o'zidan 100% qilinyapti. Bir xilgilar aytadi, masalan, proshibka qilib maska qilib qo'yib qilsa bo'ladi, lekin bu yerda hech qanaqa maska yo'q. Bu hozir eng oxirgi GDI'lar uchun yangilik desak ham bo'ladi. Hech qanaqa maska urmasdan kompyuterda o'zi emulyatsiya qilishi bu mashinani avarinka qilmasdan. Xo'p, buni baloni o'sha 61 litrlik bo'ldi. Tag qismiga qo'yilgan. Orqadan balon ham ko'rinmaydi. Ko'rsatsangiz bo'ladi. 61 litrli o'sha zavodskoyda turadi. Programmasini ozgina ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu o'zi qanaqa sistemada ishlaydi. Xo'p, mashina hozir 100% gazda ishlayapti. Ko'rishlaring mumkin. Xo'p, 100% qilinganda ham, qattiq bosganda ham hech qanaqa nimaga kirib ketmaydi. Bagaj bednesimiz bo'lib qolmaydi. Yoqilg'i har doim o'sha qanday qilib berilgan bo'lsa, smsda ming qattiq haydasalaring ham, qanaqa yursalaring ham o'zgarib ketmaydi. Ko'p GDI'larda ham bu yoki MPI turbina dvigatellarda ham shu muammo bor. Mashinani qattiq haydaganda sms o'zgarib ketadi. Kelib to'xtagandan keyin qaltirab qoladi, yo bo'lmasa bitta rasxodni ko'rilsa o'zgarib ketgan bo'ladi. Mana hozir bu mashinada yurib kelganmiz. O'zi bizni kuzatib borayotuvchilar bilishadi. Mana hozir o'sha korreksiyani bu hozirgi vaqti, bu yurgandagi vaqti. Mana hozir ko'rishlaring mumkin, nolda ishlayapti. Men hozir misol hech qanaqa buni turgan joyda hozir o'zgartirib nastroyka qilganim yo'q. Buni hozir akam bilan birga yurib, bir yarim soatda terdik buni kartasini idealniy qilib. Buni korreksiyani tushunganlar biladiki, 100% likda korreksiyani ushlash eng qiyin narsa.
100% qilganda yoki bedniga yoki bagatiga tez tiqib yuboradi. Bunda men qattiq haydasalar ham, qanaqa haydasalar ham mashinani smaysi, samый главный narsa o'zgarib ketmaydi. O'shani hisobiga rasxoti ham yaxshi bo'ladi, tortishi ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Endi bu O'zbekistondagi eng oxirgi GDI uchun yangiliklar. Xo'p, Rasul akam, assalomu alaykum yana bir bor. Xo'p, aka qo'ydirishga nima sabab bo'ldi aka bu mashinaga? Endi haligi bunaqa mashina olgan odamga yoki qo'ydirmoqchi bo'lgan odamlarga nima qiziq, nimasi o'zi minuslari bo'ldi aka? Mana hozir gaz qo'ydik. Buni gaz qo'ydirishga majbur qilgan narsa benzindan. Benzin, 95 benzinga 100 aralashtirib qo'yishga majbur bo'ldim. 95 da ham chekim yonib qoldi. 95 ta chek yondi. 95 Hali endi aytdingiz, 95 ta yonyapti deb. 100 qo'yishga majbur bo'lib berdim. 100 da yonmadi. 100 da ham o'chmayapti. Hozir buni endi propanda o'chdi chek. 100 da ham yonib qolyapti. 100 da ham yonayotganda. Yo'q. 100 qo'yib yurgandim, unda ham yonayotganda. Oxiri o'shandan zerikdingiz. Shu bir oydan beri men qon qildi. Qon qildi. Xo'p, aka mana hozir qo'ydik. Bu realniy 100% da ishlaydi. Ko'rganingizdek, o'sha ustanovka bo'ldi. Ortiqcha bir mashinangizni obmanka qiladigan biror narsa yo'qki. Shu kompyuterda hozir o'zi bittasi aytib o'tganimdek, GDI mashinalarda aka 100% qilish va agar biz ustalar kuzatadigan bo'lsa, bu seryozni narsa aka. Mayli, maskasi bor mashina, Malibu, Captiva, deylik Chang'ani qaysidir modellariga programma chiqsa, programmadan uni nima deydi? Maska qilib o'sha kompyuter o'sha datchikni ko'rmay turadi. Ko'radi, lekin xatolik chiqargan paytda o'tkazib yuboradi, propuskat qiladi. Endi unaqa qilib qo'yish mumkin. Lekin O'zbekistondagi bor boshqa populyarniy, masalan, Jetower, Cherry va ko'p modellarda maska qilishning o'zi imkoniyati yo'q. U degani bironta ustaga boradigan bo'lsa, sizga siz unga $2000 bering, sizga 100% qilib bera olmaydi. Hozir O'zbekistonda yagona 100% qilishga sharoit bor kompyuter shu. Shu uchun keldim. Bu qolgan любой modelda, masalan, Cherry, Jetower boshqa Dongfengda qilyapti. Masalan, biz gibridlarga ham qo'yib ko'rdik. 100% da idealniy. Mana hozir yurdingiz, aka qanaqa yurishdi? Chek yongan yo'q. Bosib ham ko'rdingiz, to'g'rimi? Benzindan farqi nima masalan? Birga birmi yo jicha og'irroqmi? Yo'q, men sezmadim benzindan farqini. Siz sezmadingiz, a? Bir xil yuryapti oldinda. Bemalol qo'ysa bo'ladi. Bossam. Endi sizni atzifingiz bizga muhimda aka. Masalan, hozir buni YouTube'ga joylaydigan bo'lsak, ko'pchilik ko'radi, baribir. Shu aytganingiz ham Cherry'ni ko'rganmidingiz? Dashingni ko'rgandingiz, Dashing. O'shani qiziqqansiz-da. Endi bitta yursiz, sizga ham joylaganimizdan keyin bir ma'lumotlarini, yurishlarini, yana yozsangiz bo'ladi. Probeg, masalan, 60 bittalik balonga misol qancha yuradi? Endi ko'proq yurib turib, shahar ichi qancha, trassada qancha? O'sha trassada yurganingizda qancha yuradi, aytsangiz, xudo xolasa, qolganlarga ham manfaatli bo'ladi. Hatta tavsiya qilsa bo'ladigan narsa. Nima deysiz aka? Zo'r. Tavsiya qilaman, qo'yish kerak. Yo, endi hozir nimaga men sizdan ko'p so'rab olyapman. Ikkilarni yurganlar juda ko'p-da. Ustalar o'zi ham ishonmaydi 100% qilishga aka. Hozirgacha. Hech qaysi garantiya bera olmaymiz dedi, unaqa narsa. Yo, o'sha Dashingda ham kelishganda eng qizig'i benzin qo'shib beramiz degan. Ha, shunaqa deyapti. Benzin qo'shib berganimizga ham garantiya bermaymiz degan. Men bilan gaplashyapti, benzin qo'shmay garantiya beraman. Chunki ular sira Jizzaxdan kelishadi, vakillar Jizzaxlik edi. Endi bu modellarga hozir ko'p qo'yapman, prosta siznikini obzor qilyapman. Hozir xudo xolasa K5 2 litrlik, 1,5 litrlik, hozir chiqqanlar ham jidaga o'tib ketdi K5lar ham. Ularni ham qo'rqmasdan o'zi общий bitta описаниеda yozib ketamiz. Qaysi modellar o'zi 100% qildik, o'zi hazil bilan boshlab bo'lib ketmadi. Hammasiga bemalol qo'ydirsalar ham bo'ladi. O'zi akam ham boshlab kelganlar. Bu akamiz, Qo'ziboy akamiz. Assalomu alaykum usta. Aka ham qadrdon bo'lib qoldi. Qoraqalpog'istondan kelishgandilar. Toshkentda ishlashadi, lekin tez-tez borib kelasiz. Ba'zi trekerlarga qo'yganmiz. Trekerga metan 330 talik qo'yadiga. Tak, 330 talik qo'ygan bo'lsa, klientlardan nima savol kelgan bo'lardi? Nechta yuryapti aka shahar ichi trassada 330 talik bilan? Shaharda ichida 250. Shahar ichi, o'rtacha. O'rtacha. Aha. Bundan ham ko'proq bo'ladi. Trassada 400 gacha yuryapti. 400 gacha. 90 talik bilan 400 gacha. 400 ga nech pulga qo'yyapsiz? 100 ming atrofida. Endi oshganda 110 dan o'tgandir. Bormadi hali. Oshganda ham bormi? Ha, oshganda. Oshganda ham bor. 100 ga yetmasdi, hozir 100 dan sal oshdi. Benzindan necha barobar ekonom aka?
Ko'p, 3 ga yaqini. Ha, 3 ga yaqin. Endi 2 dan ko'p lekin aniq. Hozir benzinda ancha yoqib qo'yapti. Unaqa yurishingiz uchun, tem bo'li shahar ichi hozir. O'sha vaqt trekerlarga qo'yganmiz. Necha ming yurdingiz aka? Hozir 80 mingga borib qoldi. Biz gaz qo'yganimizga qancha bo'ldi? 60 ming. 20 mingda kelgandik. Yo'q, 20 ming, 10 mingda. Ha, 10 mingda Hozir kelgan. salkam 70 mingmi? 70 ming turadi. Yurdim, Xudoga shukr. Muammo yo'qmi aka? Muammo bo'lmadi. Hali trekerchilarga ham qiziqda bu. Ha. Hali endi videoni oxirigacha ko'radiganlarda bu polezniy maslahat. Endi hali biz bu yerda qo'ydik, zo'r yurdi, haydab ko'rdik deb aytaveramiz, lekin haqiqiy mana akam nimaga ukalar, radniy ukalar ekan, men bilmabman. Hozir gapni arasida tanishingizmi, ukam deyishdi. Olib kelishyapti. Ha, tavsiya Xudo xolasa bu mashina ham yana nimadir olib kelishyapti, xudo xolasa. Endi yana bir ikkita zo'r yangiliklar bor. Ularni ham qo'yib boramiz, kuzatishda davom etsalaring. Xudo xolasa trekerga ham bemalol bossa bo'laverar ekanda aka. Zo'r. Benzindan ham yaxshi yuribdi. Ma'qul. Hech qanaqa chekpek, nechaga chiqib ko'rdingiz o'zingiz masalan, maksimum bosib ko'rdingizmi? Ha, 150 dan ham oshib ketadi. Yo'q, o'zi biz buni poligonda sinaganmiz. 182 mi 3 gacha chiqadi bu metani. A propanda 87 gacha chiqaradi. O'zi ограничение uchun to'xtaydi-da. Bemalol chiqadi. Haligi bossiz bo'laveradi aka. Muammo yo'q, ha. Qo'rqmasdan. Xudo xolasa. Bo'ldi Bo'ldi aka. Haydab ketdim men trekerni. Ha, o'zingiz haydadingizmi? Ha, perivalda haydadim, maza qilib. Zo'r, ha? Rahmat, hammalaringizga. Xudo xolasa, tavsiya qildim, mana ukamga ham shu yerga keldik, mana ishonchli ham yaxshi ishlariga hammasi. ha, xudo xolasa hammasini chiroyli qilib berdik. Nima deydi? Rahmat, zo'r. Bemalol mana o'zimiz akalarimiz klientlar konkret o'zi tekshirish, proverishni probegni o'zi yurib berishgan. Bemalol sizlar ham jiddiy mashinalar bo'lsa yoki masalan bir xilga joyda garantiya bermaymiz bu mashinaga degan mashinalarga ham bemalol kelib qo'ydirsalar ham bo'ladi. Nimaga o'sha garantiya bermaymiz deganlarni o'zi biz 1-2 yil oldin qilib qo'ygan modellarimiz ko'p, tekshirib o'zi sinovda yurdi. Biz o'zi bitta narsa bor, ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Birinchi qo'ygan mashinamni pashta arzor qilmayman. O'sha 20 ming yoki ko'proq jicha sinovdan o'tib olgandan keyin bo'lmasa biz metanni Tracker Onyx'larga u ancha yil oldin qo'yish boshladik. Zo'r chiqmas edi. Keyin ular qilmasdi mavzur. Atelab o'tkazardim. Bu modellar o'zi hali ko'pchilik aytishi mumkin, endi bugun qo'yishdi o'sha yo'q. O'sha 1 yildan o'tdi. Birinchi mashina o'sha 100 mingdan o'tib bo'ldi. Hali bemalol ko'ngil to'q qilib, chunki injektor tanada kuyib qolish osonda bularda. Hozir bitta kuyib qolsa ham $400 o'rtacha injektorning o'zi turadi. Bu eng arzon topsangiz. Tenvada ham $300 turadi. U degani bittada agar kerak bo'lsa $1000 ga yaqin rasot chiqarishi mumkin. O'sha tomonlari bor. No riskni bo'ynimizga olganmiz. Endi mayli, yangilik qilish uchun endi klientga uni bermaymiz. Lekin hali bemalol bu ma'lumotlar qiziq bo'ladi, video uzoq bo'lishi mumkin. Lekin bemalol shunga o'xshash modellar bo'lsa, toshli modellar yozib o'tib ketamiz. Kelib qo'ydirishlaring mumkin. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Bu yangiliklar xudo xolasa hech narsa emas. Bundan zo'rlari kutyapti. Uni Telegramga, Instagramga yoritib ketamiz. Sog' salomat bo'lasizlar.